Men ikkita murabbiyni aytaman. Ochig'ini aytaman, xafa bo'ldim men. Kimdan? Bittasi Islom Ismoilov. Ikkinchisi Neftchining U18 jamoasi treneri, mana hozir Bunyodkor mashaqqatimizda o'shandan. Men chunki maydonda men ularni o'zini qanaqa tutishini ko'zim bilan ko'rganim uchun shunaqa qarorga keldiki, kiritish kerak edi. Bittasi misol uchun Islom. Endi odamchi bu darajada bo'lish kerak emas. Qaysi ma'noda aytaman? U21 o'yini ketyapti, ko'rib turibmiz. Eng zo'r chempionat U21 o'zi. Zo'rda, odamlar treneriga yoqaman deb boshqa o'ynayapti. U18 komandasidan o'yinchi keldi Turonga. Yosh bola keldi-da, U21 ga xursand keldi. O'yinni boshdan oxirigacha haqorat qildi hali bolani. Bu qatdan kelib qolgan o'zi, Bashiringa bunaqa 18 yoshli bola sindi o'tdi. Bitta o'yinda. Bitta o'yinda sindi. O'zini murabbiydan biz o'tiribmiz, boshqalar o'tiribdi, muxlis o'tiribdi, ko'p bo'lmasa ham to'g'rimi? Shuncha bolani oldida u bolani shu darajada haqorat qilib tashadi, misol uchun. Qanaqa futbolist bo'ladi u bola? Psixika ketdi. Razivalkaga kirganda kamar bilan urmaysanmi kerak bo'lsa? Hech kim ko'rmasin. Bolani san shunaqa tarbiya qilgan, lekin sen o'zingni mana misol uchun trener emasman.